Miya ajoyib himoyachidir. Va buning uchun unga rahmat aytaylik. Rahmat. Umuman olganda oddiy sog'lom qo'rquv shunday ishlaydi. Ammo fobiya bilan og'rigan odamlarda miya nafaqat himoyachi, balki paranoid hamdir. Devor ortidan hammaga quradigan zanjirdagi it kabi. Fobiya bilan og'rigan odam oldindan tashvishlanadi. Ammo bu sichqon kabi tahdidga o'xshash narsa paydo bo'lishi bilanoq miya darhol ketishni xohlaydi. Qochish rejimi yo'qdi. Odam shunchaki ketadi va hatto triggerni, qo'rquvni baholashga, unga ko'nikishga harakat ham qilmaydi va nihoyat u xavfsiz ekanligini tushunadi. Bu bema'nilikkacha yetadi. Mana haqiqiy holatlar, faqat ismlar o'zgartirildi. Janiyat 44 yoshda, yordamchi o'qituvchi. U mushuklardan shunchalik qo'rqadiki, 15 yildan ortiq vaqt davomida o'qizini o'zi uchun notanish har qanday joyga razvedka uchun yuboradi.